Assalomu alaykum. Mana podvol. Bu darvozaxona. Kirib ko'rish. Darvozadan kirganda mana bitta xona bor mana. Bu yoqda o'ng tarafda 5 ta xona bor mana. O'sha bitta, ham 2 ta, ham 3 ta. Mana hovli. Mana yo'q, ichkaridan 2 etaj. Mana bu xona. Mana bu ham tayyor remont qilingan xona. Mana ham tayyor mana bitta xona. Mana hovli mana. Hovli 5 sotu. Hovli. Mana bitta mana anaqa bo'lgan. Mana tepalarda ham joy bor mana. Xuddi tepasiga ham uy qilsa bo'ladi. Bu yerga o'zi hammom, tualet, oshxonaga mo'ljallangan. Mana o'ng qo'limizdagi bu tualet bu. Yozgi tualet. Katta yo'lda. Endi mana oshxona. Mana. Uvanlik. Mana. Hammom. Buradan chiqamiz. Tuniga bontlar qilingan. Tamam, 2 etajligimiz, birinchi etaji mana. Hol. Bizning ikkinchi etajiga chiqib ketadi. Chap qo'lda bu yerda ham 5 ta xona bor. Mana. Mana. Tualet, hammom ko'rsatdim. Bu ikkinchi etaj. Mana bitta xona. Onamiz spalnilari. Ham bitta xona bor mana. Ham bitta xona bor mana. Mana shu xona.